Qon bosimini me'yorlashtirish va qon bosimi tizimini sog'lomlashtirish initiatsiyasi. Ushbu kod qon bosimingizni ilohiy muvozanatga keltirishga va yurak-qon tomir tizimingizni sog'lom holatga qaytarishga yordam beradi. Uni har kuni kamida 2-3 marotaba xotirjam holatda eshiting. Doimiy qo'lingiz ostida bo'lish uchun videoni o'zingizga saqlab oling. Qon bosimi bezovta qilayotgan yaqinlaringiz bilan ham bo'lishni unutmang. Demak, boshladik, ketimdan takrorlang. Merkaba kod ilohiy ruh, yagona yaratuvchining barcha nomlari bilan muqaddas tanamning qon tomir tizimi va yurak proyeksiyasi salomatligi ochib berilsin. Oltin regeneratsiyasi ishga tushirilsin. Muqaddas tanamning har bir tomiriga bo'lgan asl hurmatim, asl g'amxo'rligim va hayot oqimiga bo'lgan asl sevgim ochib berilsin. Muqaddas tanamning qon bosimi. Bu yerda siz o'zingizga ideal bo'lgan qon bosimini aytasiz. Misol uchun 120 ga 70. Demak, muqaddas tanamning qon bosimi 120 ga 70 me'yoriy asl salomatlik holatiga kelishi ishga tushirilsin. Qon aylanish tizimi butunlay yosharishi, hujayra darajasida, DNK darajasida, qon tomirlarimning elastikligi tiklanishi, qonning tarkibi barcha toksin va shlaklardan tozalanib, asl holatiga kelishi ishga tushirilsin. Tanamning gormonal va asab tizimi orqali qon bosimini boshqaruvchi markazlarining birinchi proyeksiya salomatligi ochib berilsin. Oltin regeneratsiyasi ishga tushirilsin. Qon bosimi ko'tarilishiga yoki tushishiga sabab bo'layotgan barcha ichki siqilishlarim, hayotdan noroziliklarim, eski qo'rquvlarim, xavotir va stresslarim boshidan oxirigacha eritilinsin. Toki yaratuvchi ongli inson birinchi proyeksiya salomatligi geniga kelmagunicha bu bloklar eritilinsin. Boshdan oxirigacha har bir vaziyalarim, vasiylarim, kuratorlarim nazoratga oling. Yuragimda, har bir tomirimda va butun organizmimda qon harakati eng ilohiy muqaddas tartiblikka keltirilsin, tinchlantirilsin va har bir jarayon mening asl proyeksiyam asosida uyg'unlikda yakunlansin. Bu bajarilinsin, teleportatsiya qilinsin, bu bor o'lchamga. Bu bajarilindi, minnatdorman. Kodning energetik maydonini kengaytirish va hayotingizga xotirjamlikni chaqirish uchun izohlarda shukronalik keltiraman so'zini yozib qoldiring. Ushbu portallar sizning ichki xotirjamligingizni tiklashga xizmat qiladi. Azizlarim, ushbu koordinatani matnini to'liq olishni xohlasangiz, Telegram yopiq kanalimdan olishingiz mumkin. Linki opisiyaniyada qoldirilgan. Bu matnni yozib olib, har kuni bo'sh qoldim deguncha vaqtingiz bo'lganda 1 yoki 3 marotaba tirik suvga aytgan holatda suvni ichishingizni tavsiya beraman.